Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Yerim kecha. Osmonda yulduzlar jimirlaydi. Ular seni ko'rib turadi, lekin sen xoinlik qilmaydi. Ularning yerim kechida taranchi uyining chaqisini asta echib, mahallaning g'arbiga Tashliq sayga tushadigan yo'lning beshiga oldirab huduqib chiqqanini yulduzlardan boshqa hech kim sezmadi. Setivaldi bilan Muhammad yo'ldosh bellariga mata po'tlarni bog'lab non tugib olgan. Sadrovning kichikgina bo'psida kiyimlari bilan 4-5 tal kitoblar bor. Mana ular say bilan shig'illiq chig'ir yo'lda kun petishib qarab oldirmay menishmoqda. Qarovulxon ko'rindi. Bugun askarlar chegara tekshirish chiqmaydigan kun. Kecha soat 1dan o'tganda bu chegarani kim tekshiradi? Bu qandaq davlat chegarasi? O'xshashlar Tashliq say. Hammaningisi o'xshash. Na sim to'suq, na biror chegara belgisi yo'q. Davlat chegarasi deganda hech bo'lmaganda Urumchidagi birinchi turmadagidek sim to'suq bo'lmamdi. Öptü. Dedi bir chaqda Setivaldi xushal bo'lib. Amde Shinsayning askarlari yo'q. Ular yana 2 soatdek piyoda mandi. Oxiri bir suv bo'yida dam elishga o'ltirdi. Kun chiqishga tong belgisi subhi ko'tarildi. Biz hozir Sovet ittifoqida, dedi Muhammad yo'ldosh kulib turadigan oq seriq 18 ga amdili kirgan o'quvchi xushal bo'lib. Apandim, Sovet ittifoqida amdi gimnaziya kirgini bo'larmi? Bular ha, sotsializm bo'lgan ekan. Qochqonga naning maktabi, naning sotsializmi? Dedi Setivaldi subhi ko'tarilayotgan tarafga, kendi qini to'kilgan yurtiga to'ymasdan qarab. Men askar bo'laman. Sovet askarlari bilan Berlinga boraman. Getler degan Shingdobanning akisi. Men uningdan saboqdoshlarim uchun intiqom olaman. Uning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. Nimaga yig'laysan? Faşizm qilishdan qutuldim. O'rmakonga oyoq bosdim. Yana nima yig'a? O'rmakon o'z yurtingdan boshqa yer. O'rmakon emas. Yurtingda o'rlik bormi? O'rlik bo'lsa, Nurila 2 yildan beri tog'ning kamarlarida mo'kib yuratdimi? Men siyosatni da'vatmayman. Real turmushni da'vataman. Bir qizga oshiqmiding ya? Sen u hadisli qizlarning gapini qiladigan. Turunglar, chaqirilmagan mehmonlar. To'liqsizlar chatqal arsidan 2 askar chiqdi. Ular qurol tanglamay kulib turib so'zladi. Turunglar, qo'noqdorim. Qani, chaqqan. Sadrov amdili mugdigan edi. U cho'chib o'rindan turib 2 askar bilan ruscha salomlashdi. Askarlar ularni bo'k o'rmon ichidagi oppoq haqlangan 2 eg'izliq uyga boshlab kirdi. Tatarcha so'zlaydigan chasnich kiyingan seriq chash, yo'g'on burun odam ularni so'roq qildi. Eting nima? Etim Sattar, dadamning eti Sadir. Sadirov, gimnaziyaning muallimi, fizika, matematika bersiz g'o deyman. Shundoq, dedi Sadirov cho'chib hayron bo'lib. Nereden birisiz načalnik? 1935-yili Qashqarda imtihon berib, Sago'ga o'qishga borgan. 1937-yili Toshkentdan Urumchiga qaytgan. Shu yili Xo'janiyozni qo'lga olgandan keyin sizni G'o'ljaga surgun qilgan. Yodingizda-da, siz Qashqarda imtihon berganda Mahmud Shijan huquq, hokimiyat degan mana mushu deb tapanchisini ko'rsatgan. Siz bu gapni nurg'un qatam takrorlagan. Rostmi? Rost, lekin to'xtang. Siz hozir Shinsayning tizimligida bor. Tutilish oldida qaytib keldingiz. Siz 1939-yili G'o'lji gimnaziyasi kelgandan beri kimlar bilan qayerda uchrashdingiz?
hammasi xotirga ilingan. Xo'sh, sening ayting nima? Muhammad yo'ldosh. Dadang bechorisini o'ylayman devasa qechib kelganing nimasi? Men o'qiyman, o'ylanmayman, o'qidi keldim. O'tirganlar kulishib ketdi. Ularni Bolka, Serixmay, Hasanlar bilan mehmon qildi. Ular shu yerda qo'nib qoldi. Atganiki hiliq odam Sadrov, yurib, dedi. Sadrov o'rindan turib uningga agishib mangdi. Setivaldi bilan Muhammad yo'ldoshining ko'zlari chekchib, o'rinlaridan turib edi. Hiliq odam "Salom ashad turib turinglar", dedi. Sadrovni mashinaga soldi. Mashinada sirtki hech nima ko'rinmaydi. Uningga hech kim hech narsa demadi. U qayoqqa qanchalik mang'anini bilmadi. Oxiri u qilin o'rmonlik ichidagi chiroyli yasalgan 2 qavatlik binoning oldida mashinadan tushdi. "Almatniskiy g'ol", dedi hiliq odam shu chog'da gap qilib. "Samlar kom, 2-dom, Sovetiki Narodniy komissariyat." Sadrov vahima bilan "Men hozir almatadimmi?" deb so'radi. Hiliq odam javob bermay uni bir ishxonaga boshlab kirdi. Bir qozoq yigit uningga "Tamam, yataq, voleybol, bilyard bekar, yatasin o'qiysin", dedi. Kutilmaganda u g'o'ljida xo'shlashgan Hamid bilan uchrashib qoldi. Ular quchoqlashib ko'rishdi. "Bu nima gap? Biz 7 odam, akam Fatih, Baychurin, men. Biz 3 tatar. Qurbon Burhoniddinov, Urumchi harbiy maktabining o'quvchisi, qo'lga ilingan, og'irdan deb doktorga ketib etib qochgan. Nur Obolov, Ushur Matimov, Osman Ibrohimov hamaba. Ular G'o'jidagi uchquchilar maktabining Sovet mutaxassislarini kutadigan ishchilari. 8-si men, oliy ma'lumotli, marksizm, leninizmni yodga biladiganmisan? Sen Fatih akam bilan bir yataq turdi ekansan." Sadrovning yangi bir hayoti boshlandi. U kelgusida nima qilar ekan? U bir necha kungacha hamrohlari Muhammad yo'ldosh bilan Setavaldini o'ylab yurdi. Ularni nimishqa bu yerga akalmadi? Aslida ular o'qishga to'limi intizor edi-ku. Anglayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bugun yana 50 ot paydo bo'ldi. Qaysi kunlar G'ani Akbarlar 30 tuyoq biya 2 oyg'ir haydab kelib Nurilarni otboqqa solgan edi. Nuri bir kechani ot ustida muydab o'tkazdi. Simsim yomg'iri jon-jonidan o'tib ketsa-mu, u G'ani akasining otdan tushma. Bu otlarni kunasdan o'g'irlab keldik. Ot degan yurtni kenaydi. Qechib ketsa onamni ko'rsam degan so'zini anglab, shimoni to'rab bir kecha jesakchilik qilib chiqdi. U qiyin ishga yo'liqsalar, buningdimi qiyin ish qilayotganlar bor. Hozir hamma yerda so'qish bo'layotdi. Jangchilar sotkisiga 1-2 soat uxlayolsizlar cho'nga. Texi sotqilab sodi yotadiganlar bo'ladi ekan deb o'ylaydigan, shuning bilan tasalli topadigan bo'lib oldi. "Bu otlarni ko'nasizmi? Yo'q, 9 taroni. Qachonda bularmi? Seni do'rab qolgan otlar ekan, qochqa. Uxlamay beqonlar", dedi u suv bo'yidagi kigiz uyga ketib edi. "Uchonglar, uch o'qidi ko'zdonglar. Izchilar iz qo'g'lab kelib qolishi mumkin." Mana qorong'i tushdi. Yiroqdan bo'rining huvlagan ovozi, bo'rsuqlarning cho'qallari anglanmoqda. Ayg'ir g'azab bilan chinqilib kishnimoqda. U bir uyur yiliqni 9 taraning tog'lariga qaytishga chaqiryotamdikin. Mana miltiq etilib edi, g'ulg'ullardan aks sado yenib tog'ni vahima qopladi. U ko'ni parijiga o'rilib, beshidagi qirg'iz qalpiqini cho'kirib kiyib, teqiniga chinqistirib olgan qo'sh eg'iz o'v miltiqini tutib qo'ydi-da, hamma yerda so'qish. Amerika qit'asi jim, lekin u yerning yigitlari amerikaliklar, kanadaliklar hozir Afrikada. Tinch okean orollarida mang o'xshash postda yoki hujumda. O'milib ketayotgan, qonga melinib yotgan, jon uzish oldida so'ygan qizining
qiz xiyoliga kelib edi, u Sabihani yodiga oldi. Mana Sabiha o'g'ilchi kiyingan. Maskal rang kiyim shapka uningga yarashgan. Men ofitserlar maktabi tarjimonlik qilganda tarqitib bergan harbiychi kiyim. degan edi u bir necha oyning oldida Olastayning heliqi Ayoli Say degan chiroyli qo'lida uchrashganda o'ziga tikilib qaragan Nuriga izoh berib. Men mo partizan. Sen kimga partizan? Bizdeklarni tutib beradigan partizanmi? Sen Chiyusilingning o'g'liga badaning bilan yoradingmi, ruhing bilanmi? Balalar sende tapancha bor ekan deyishadi. Qozoq xotin himoya qilib saqlab qolmagan bo'lsa, ular sening bu taqqa nimish bilan kelganligingni bilib bo'ladi. Sen u chaqda oxir men bilan ko'rishding. Muramga beshingni qo'yib uzoq yig'lading. Lekin bu yig'in heliq chaqda chana bilan Qosim Muratning uyida qo'nib, atis ayrilgandagi yig'inga zotini o'xshamadi. U chaqda men san qo'shilib yig'lagan, lekin ko'z yeshimni san ko'rsatmagan edim. Hozirgi yig'in meni yergandirdi. Bu nima uchun? Parixadik sapliq chin hissiyat menda yo'q. Lekin Parixaning men hadsiga o'xshashli berilganligini sezib, qizlarning tunji muhabbatini hurmatlab bag'rimga bosdim. U so'ygistiki bilan mast bo'lib, lavlarini ingaklarimga takkuzganda, bu lavlarga lavlarimni takkuzolmadim. Chunki u lavlardan seni ko'rdim. Sen mening qalbimda muhabbat istikimga mangulik uyqu hadiya qilgan o'xshaysan. Lekin men realist. Xiyol mening harakatim emas. Harakatim aqlimning ifodasi. Mana menimga sen kirib olding. Men seni qachon unutib ketaman? Sen qachongacha mening ruhimga aralashib, shirin xiyollarimga daxl qilarsan? Bilamsan, men hozir uyimni ko'rmageli 2 yil bo'lgan sarkarda. Yozda tabiatning qo'yni rohat. Shar-shar yomg'irda qarg'ay ostida yiltizga bosh qo'yib, to'qimni ostimga selib uxilsam lazzatlanaman. Lekin qishloq qishlari tar may purab turadigan panjarasiz kichikkin uyda 10 necha kishi pitlar bilan jang qilib yotmoq qanchalik azob. Aylab muncha yoki bir chelak ilimon suv ko'rmayman. At go'shi bilan qiza menga uyimning qattiq nonlari bilan chamg'ur, purchaq silib atgan suyiqashlarini to'tiya qilib atdi. Uch vaqt go'sh yeydigan bo'r emas-da biz. G'enikamning ochiq kelgandagi tillashlari jinimga patudi-da. Ketmoqchi bo'laman. Nega? Shinsayning turmusigimi? Turmi bilan sargardonlikning farqi birla. Qalbimda umid uchquni bor. Bu umid Sabiha san emas. Bu qisos elish fursati. Xalqimga mana mundaq odil hukumat, ko'ngillik turmushimi bor degan gapni o'lik qilib daverish. Xalqim shuningga tashna. Xalq tashnaligiga o'zini beg'ishlagan necha o'g'loni bor bir millatning kelgusi parlaq. Men shu parlaq kelajak uchun yashayapman. Lekin bu kelajak sen bilan munosabatsiz. Hay Sabiha, xiyol dunyoyimdan g'oyib bo'lg'ana. Xuddi men onamning elimning qabrisi bor yizamdan g'oyib bo'lgandek. Mana yomg'ir yog'di. Kepenak tun nadisan. Qiltig'ardan qilingan bu tun bir burjiga beshimni, tövini badanimni yepib, meni yomg'ir hujumidan saqlaydi. Men qo'limdagi so'ylamni havoda pulanglatib, mushu yayloqning 10 yillik yeliqchisidek hayt-huyt deb varqirab, meriq cho'qidagi bo'lvoy bilan to'xtiga belgi berib qo'yaman. Ularmi javoban varqirab, biz uxlamadik, sagak deyishdi. Ay Sabiha, bir xil turmush kelgusida aslashga, avlodlar qadrlashga arziydigan bir xil romantik turmush. Sen mening bu turmushimga aralashib olmasang bo'ladi. Ikkimizning turmushida qanchalik cho'ng farq bor, ha? Sen menga dushman kuchlarning a'tiborligi, men sening yo'lanchigingning ashaddiy dushmani. Bundaq desam sen meni tushunmamsan. Men bu qisos elish uchun a'tiborlanmayman deyishim mumkin. Gunohkor insonga o'zini oqlash uchun doim so'z tepiladi. Gunohkor desam meni texmi tushunmading deyishim mumkin. Ilojsizligingni tushunaman. Tanlab olgan yo'lingning orzuingga uyg'un ekanligini tushunishlik. Sen payt tepib intiqom olmoqchi.
lekin sharoit insonni o'zgartirdi, bo'libmi qizlarni. Sen balki o'ylamagan farog'at bilan uchrashgansan. Balki yana farog'at to'g'risida orzularing bordi. Bizning farqimiz mush yerda. Men sahar turib muzdek tog' suyida yuyinaman. Tog' qaptildan har kuni cho'qqilarga yugurib chiqaman. Shig'illiq saydan chatqal tikanlar orsida har kuni 500 metr yerga beg'irlab, yilonchilab manaman. Asov otlarni ko'ndirman. Miltiq etib marganligimni yetildiraman. Hozir mana chilishda, qaramliqda, marganlikda G'enikam bilan tanishib qoldim. Shunga u odam meni pat-patli tillaydi. Men balki o'limga tayyorlanayotgandaman. Mening qalbimda halovat ko'rish istigi yo'q. Dunyodagi inson bolasiga keladigan eng og'ir jabr mushaqqatlarni tartib baqsam deyman. Sen nima uchun bu yo'lni tanlab olganligimni tushunolmaysan. Sabiha, mening toza naqsh aytadigan, qoqoqlab kuladigan chaqlarim. Lekin men kulkini unutgan. Naqshig bo'lgan havsim qo'ram tosh ostidagi giyohga o'xshab qoldi. Yoshlik hayotim nimadan derak berdi? Hayot bahoridan. Lekin bu bahor muz bilan qoplangan. Ba'zida biriga erkiligim keladi. Lekin meni ona tuproq, ulug' tabiatdan boshqa hech kim erkiltanmaydi. Men bu azim tog'ning qarg'aylari bilan tik cho'qlarga erkilayman. Sabiha, seni ayiblayman, lekin yana yurakdagi izhor qilishga taqozolik yesirimni sana deyman. Bundaq desam meni suydi ekan, chin yurkidan yaxshi ko'rdi ekan deb o'ylab qolma. Sevgi sen uchun to'limi yot, qo'rqinchli tushdek bir nima. Balaliq chaqlardagi muhabbatning yurakka solgan azoblarli qadrlik. Go'yo u sening hayot lazzatining eng yuqori pallasi. Mana havo guldirlamoqda. Butun tog'lar titramoqda. Yiqilli yerga chiqilgan tushdi. Osiyolik yiliqchiga dahshat to'yilgan bu hodisa Yevropa jang maydoni uchun balki kundalik turmushdir. Sen Sabiha shu turqida balki yumshoq karavat shirin tush ko'rayotgansan-a? Ammo singling Pariha chiroyli ko'zlarini mo'ldiriltib, tog' guldirmamiz bilan bizdek tog'liqlarga keladigan ko'ngilsizliklarni o'ylayotadi. Yenidan cho'nqur sayda chaqmoq chiqib, qaras-qurus yolt-yolt qilib edi, Nurining eti o'rikib ketdi. Uxlama, jalab xotinning bolalari ot degan mushundaq chaqda o'rikib qochdi. G'ini aksining tog'dan tosh qo'lgandek ovoz chiqarib, bolalarni tilladda etini yo'ritib Nurining yeniga keldi. Uxlamagansan? Yo'q aka. Ma, monopaqlan go'shini yeb ol. Hozirli otlarni ayda, ming marol bilan bo'r taloq oshimiz. At degan kundan burun go'r soydan chiqib ketmasak bo'lmaydi. Voy, bu yo'l bak uzoqkan G'anika. Bo'ytoqdadoning uyi yaqin, kapchidimisa. Sen chidigancha chidayma. Seni pishon qo'yib bermayman aka. Yaraysan Nuri, otlarni soyg'aydanlo hamsa. Hay to'yit qiqas cho'qim bilan 80 tuyoq shash otni tog' ustidagi yop-yeshil ishbori hidliq cho'plardan ayirib, soyga haydamak to'limi tas. Otlar u yoqdan bu yoqqa qochadi. Quyruqlarini shingtaytib, bu rahimsiz odamlar ustidan isyon ko'taradi. Kishnishib, norozilik bildiradi. Lekin odamlarda mehr shafqat bo'lgani bilan uni kam ishiltirdi. Nalardan haydilib, o'g'irlanib bu yerga kelgan otlarni oyog'i tegmagan yot yoqlarga majburiy haydab opiralaydi. Mana otlar sayga tushdi. Ular birdamdala buyruq ko'ngan askarlarga o'xshab qoldi. Saydan sayga bo'g'oldan o'g'olga qatirishib o'tishib, oxir mana kang o'ttirisidan tog'suyi eqib tushadigan, ikki cheti tik cho'qlar tizmasi bo'lib ko'rinadigan go'rsay xazinasi. Ular qanchalik yo'l mang'ini bilmaydi. Nuri ikki qatam minishlik ot almashtirdi. Mana hozir ostidagi sar otni taytanshib qoldi. U bo'rvoy bilan qo'g'lab yurib, qora ayg'irga salni selvidi, ayg'ir o'rdab qattiq tirkashdi. Kaniga tushgan sirtmoq oxir uni halsiratdi. Junusbay chal uning ikki qo'lidan tutishig'ina Nuri ayg'irga yugan selib bo'ldi. Boshqa otchilar egarlab, ulanlarini bekitdi. Nuri bismillah deb otga sakrab mindi. Ot bir o'ridi va yeshil chimanlik o'riga qarab chepib ketdi.
Nuri eg'izduruq selingan yuganning cho'lvarini chang tartib, o'tik kiygan oyoqlari bilan o'zangiga chang dasab, ot ustida mixlab qo'ygandek o'ltirardi. G'ani aksi qoqoqlab kulib, "Yomon nima? Oyg'irni to'ldirib yetibdi" dedi. İkinci kuni ular Go'rsayning eg'izidan otlarni o'tlatib, o'zlari ko'mbanan, pishiq go'sh va tog' suvi bilan g'izolanib olib, tushda otlarni yana haydab mangdi. G'ani aksi oziq-tulik artilgan otning cho'lvirini g'anjog'isiga bog'lab olgan Junus chal bilan oldirmay mang'atdi. Qolgan 6 nafar yosh yiliqchi to'xtamay ot tevitib, qo'llaridagi uzun so'ylarini polang'itib, otlarni haydaydi. Otlar yat yoqqa yurtqa jahillik bilan tasda mang'atdi. Ba'zilar hatto kayniga yenib qachatdi. Kunasning gullari ho'ppida ichilib ketadigan, o'tlari ot qarniga keladigan cheksiz yayliqida 9 taraning büyük qarag'ayliq tog'larining shirin cho'plik qaptallarida erkin o'tlab qiyg'itib yaylagan bu otlar o'z ona yurtlaridan to'limi yaraqlab, nima uchun Mo'g'ul bilan shimolga o'rlab, tog' eshib, yot yerlarga borgudak? Ularning yana qandaq taqdiri kutib o'tadi. Ular seytaladi. Balki so'ylib, muno yaltirab turadigan terilari quritilib, insonlarning oyoq kiyimiga aylanib chaylana. Balki ularning go'shlari mavi chiroyli yoyli quyruqlari bilan mangulik xo'shlashar. Ularning qizil qini yot yerga singishar. Ular bu taqdirdan qechishga huquqsiz. Ularning bu tarafi Nurilarga o'xshaydi. Qancha miltiq keladi G'ani aka bu otlarga? Tursun ismli ko'sayda qari yigit so'radi. Ishqilib, san bir miltiq 100 tal o'q tegidi, qaravay. Aytqana, necha dushmanning jinni qaslidim. G'oyib o'q tegib ketmisizlar, 100 ning jinni. Olaman aka, qachon bo'ladi bu jang? Nuridan so'ra, oshi biladi. Hey Nuri, aytqana, ikkinchi jahon urushi bu yerga qachon keladi? Bizning getlardan so'ra. Hey Nuri, aytqana, Stalin degan o'q o'tmaydi deydi, rasmo? Sovet hukumatiga o'q o'tmaydi degan so'z bu. Mundaq degina, Aras Fatih, Rafiq Balchurin Hamidlar olmutadi ekan. Ular kelsa so'qish boshlandi. Rasmo G'alika. Rostaysan, boda 200 miltiq qilib olsa, ular kelishiga Ulastaydik soqchi idorasiga hujum boshlaymiz. Biz hozir 50 otliq yetay dedi. Ulastayni olsak askarimiz 100 bo'ladi. Shinsayga g'oljilik banditlarni tozalab bo'ldi. Qoldi qatqinlari chatga qechib tugidi deb doklad qildi-dak. Shinsay Liu Bingdeni mukofotlabdi. Uning Nilq tog'larida 50 necha askarning o'lganligini bilmaydi-da u. Akbar Botir qayda aziz? Sayram kuni bo'yida bizni kutib turdi. Birdila ming maral cho'qqisida qora bulut paydo bo'ldi. Havo guldirlab, qaraslab, chaqmoq chiqib, sharqirab yomg'ir yog'ishga boshladi. Otlar yuqori qarab yo'ritib mangmoqda. Otchina kepenak to'llarini kiyishib, tiyilg'a qo'ram tashliq g'ol ishida yuqoriga o'rlamoqda. Mana yomg'ir birdilla qarga aylandi. 7-oyda muqar yog'adigan ish mushu Go'rsaydilar. Shunga bu yerni Go'r deydi-da. Bu yerning judollarida, qor ko'chkinlarida to'limi jahmal odamlar yo'ruq dunyo bilan xo'shlashgan. Shunga bu yer Go'rda. Qora birdilla lapildab yig'ib atrof zimistonga aylandi. Otlar qor bilan zinnatlandi. Jonivorlar boshlarini to'van qilishib o'rlamoqda. Ular g'oldan chiqishiga odamlardan bakrak oldirgan o'xshaydi. Nuri xushal bo'ldi. U tabiatning hamma hujumlari bilan uchrashni xohlaydi. Mana qor birdamdala o'shiqdan ochdi. Yo'l yurmak qiyinlashdi. Otlarni oldin to'rab, ovi qarg'ayliq ostida dam oldirayli, dedi Junusbay. Qayralola! G'ani tog'dan tosh g'olgandek varqiradi. Yeliqchina otlarini choptirib, yeliqlarni qayrish, minishga boshladi. Birdamdan keyin otlarni qarag'ayliq ostiga to'plab oldi. Otlar bir-birini purishib, suv bo'yida jim turishdi. Odamlar otlardan tushib, quruq shoxlarini tepib kelib, gulxan yiqishdi. 3 putliq o'choqlarga qozon esib, suv qaynatishdi.
G'ani birdilla to'limi yiroqdiki bir kiyikni qaraga oldi. Kiyik bechara g'amida yo'q, shingtib jim turardi. Miltiq van qildi. Kiyik yo'qoldi. "Men akilingla. Tagmidi G'anika. Tizma, aram bo'ladi beka. G'anika bir toq o'qni havoga atgan emas." Ikki otlaq birdamdan keyin rast degandek yo'g'on bir kiyikni o'ngtirib kelishdi. Ular qarg'ay ostida kiyikni so'yib, qurg'oq, maysiz kiyik go'shi bilan qo'rsaqlarini to'ydirib, yerdan bo'rtib chiqqan qarg'ay yıldızlariga boshlarini qo'yib yetib qolishdi. Mana Tursunning beshi Nurining yonbishida. Qarmutuq o'ruq bu yigit Nuriga agishib yurgili 2 yil bo'ldi. O'z vaqtida soddiy hissiyat bilan bir-biriga qasam berishgan 16 yigitning biri mushu. Uçquchilardan ikkisini G'ani aksi etib o'ldirgandan keyin yigitlardan 6 tutilib ketdi. Ulardan Yaqub, Arslan ikkisini sud qilib etiverdi. Qolganlari nadikin? Taqqa kechib chiqqan 8 baladan Islom bilan Salim shaharga qaytib ketdi. Ular hozir Sovet ittifoqiga qechib ketibdi. Tog' so'qishlarda bexastalik qilib 2 yigitga o'q tegdi. Shu chaqda tash daldisdan chiqmagan bo'lsa, ular qurbon bo'lmas edi. G'anikamni do'rayman deb qaramliq qilib qurbon bo'ldi-da. Hozir Nurining suyimlik do'stlaridan yenida mush Tursun bilan Do'rivayli qoldi. Ular Nuri nima qilsa shuni qiladi. Mana hozir ularning badrimi Nurinikidek to'mirga aylangan. Uyqusi kelsa yer tanlamaydi. Qo'rsq assa g'izo tanlamaydi. Ular hozir qo'rqish, rahim qilish, ishkilnish deganlarni unutgan. Shundaqla o'zlarining kelgusi va shaxsiy istiqbolini unutgan. Ularning qalbida do'stlar uchun shafqatsiz o'ldirilayotgan xalq uchun qisos elishdan boshqa istak yo'q. Ularning yuragi toshga aylangan. Ularning ko'z yoshlari go'yo qishda yo'qolgan bog' bulbullardek g'oyib bo'lgan. Ularning qilishadigan gaplari, so'rashadigan savollari tugagan. Bir bilganni hammasi biladi. Bir o'ylaganni hammasi o'ylaydi. Reallik ularga birla narsani, xalq uchun yashash, xalq uchun jon berish hayotning meg'iz ekanligini isbotlab bergan. Shunga ular har qachon erishishga tayyor, o'lishga tayyor. Biz o'g'irmi? deb so'radi Tursun asta picharlab. Yo'q. Mush otlar o'g'irlangan emasmi? Qarz elingan, majburiy qarz elingan. Kelgusida egallariga qaytirib beramiz. Seningcha bizning kelgusimiz rosti bormi? Albatta. Manjolarmi, Yangzingshin, Jinshurullarmi bizning kelgusimizni yo'qotib o'tolmagan. Bu qonxo'rmi yo'qotolmaydi. Rost aytsa, bizni hech kim yo'qotolmaydi. Biz ularni yo'qotamiz. Bu G'ani Baturning ovozi. U g'ulavatgan shivirg'anni tinglab, egarni beshiga qo'yib, qirg'iz qalpiqini ko'ziga kiyib o'ngda yotadi. U shu yetishida xuddi bir yiqilgan qarag'ayga o'xshaydi. Uning uzun putlari almashtirilgan, tizlari bukilgan. So'g'uqdimi maydisi echib etilgan edi. U bom surlik ovozi bilan yana so'zladi. "Men 8 qatim turmak kirdim, hammasini qechib chiqdim. Qechib chiqqanlarim Sodir polvonnikidimi ko'p. Aytqana, men Sodir polvonmi emasmi? Bayandayni partiltasang, Sodir polvon bo'la olaysan." "Jalo. Ha, ma'qul. Og'zimni buzmay. Hozir nadi sepil baka. Shaharda harbiy skladda bor. Tevetima. Shinsayning hokimiyati bir sepilg'on. Nuri, gaping qoltisa seni. Yo'ruq bo'lgan bo'lsa kitob o'qib beratding ha. Mono qarg'aylar nimancha qaraslaydi? Bu kuchi vatamdi nima? Yo'llar tinib ketdi-da. Org'ibet jasil jaylov qo'y. Akbar Baturlar bizni sayran bo'yida kutib o'tdi. Qur'onlarni elib qaytamiz a G'anika. Bir tal miltiq 100 pay o'q. Sen Qur'onni o'lafsayning eriq jilqisda olasan. Atishar hujum qilsaq daymina? Fatihlar almutadan kirmay turib hujum qo'zg'amaymiz. Ivaniyo shundoq degan. O o'risa og'zi qaraymizmi? O'lasa saqchisi hujum qilaverayli. Yana nimani kutimiz? Qorpaqa, sen buni Nurining og'zi qara. Anladingmi? Shahardan bayda, xalpatla, apandilar harakat qilib etibdi.
Amma yerda biroqni qo'zg'almasak bo'lmaydi. Rasmo Nuri. Shunda Xenika, qaramliq qilishga bo'lmaydi. Bir libos tursak o'ri bo'la olmaymiz. Şinjanga hozir Gomindanning askarlari kirishga boshladi. Shandoban hozir Sovet ittifoqidan yuz o'rib, Gomindanning topini yalayotdi. Menimcha Stalin uni jazolaydi. Qo'moldagi 8-bo'lak tex chiqib ketmadi. O'rimchidagi Tudan xabadiga yardım ol, Sovet tankilari, aeroplanlari bordak. Biz Sovet askarlari bilan moslashib ish qilsak bo'lmaydi. Ular bilan moslashsak tezda g'alaba qozonamiz. Seningcha Stalin askar evatami? Evet, şu mümkün. Mümkün degan olmaysa. Yo ha, yo yo'q demansan. G'ani aksi qattiq varqiradi. Ha, bo'ldimi? İsaqbekmi askar tayyorlab etibdi. Elaqay san degan qirg'izmi? Ha, G'anika, u qaltis odam, harbiy ishlar bilimlik. Shangdobanga ishqirdim, garnizon qo'mondoni bo'lgan. Nechilik askar u? 5-6 ming. Voy, bizning odamlarimiz 50 kim yetmaydi. 20 miltiq etishni bilmaydi bu azilaklarni. Hozir Altayda Osman Islom degan bir qozoq botur qurollanib Shangdobanga qarshi so'qishib etibdi. Toshqo'rg'onda miltiq ovoz bordak. 3 yil ilgari Altayda erisqan. İşim qalla qo'zg'algan edi. Hozir ularning ishini Osman Botur davom qilib etibdi. Tayyorlik puxta bo'lmasa, oldirab qo'zg'alsak ziyon tortib qolamiz. Shivirg'an hovlimoqda, daraxtlar g'araslamoqda. Shumshib, g'ujmak bo'lishib, quyruq tarafini shivirg'an urg'an tarafga qilishib berishgan otlar xuddi tog'ning qo'ram tog'laridek mit qilmay turishadi. Bo'rvoy bilan yana bir Uyg'ur yigit miltiqlarini tik tutib, kepenak to'n kiyib, otlarga kuzat bo'lmoqda. Yo'g'on qarg'ay ostidagi quruq yerda na qor, na bo'ron yo'q. Bayqi parangchilar asta-asta jimib qolishdi. Daryo qirg'iqi, Qosh daryosi to'lg'unib, qo'rqinchli oqmoqda. Daryo bo'yidagi qarag'ay tövida to'limi chiroyli yasangan Sabiha Nurining bo'yniga gira silib, lavlarini sho'rab so'ymoqda. Nurining butun badani ermoqda. Ularning hamma a'zolari bir-biriga udul-mudul. Qiz go'yo aqlidan ozg'an. Nurini yavitdigandek. Xoin deb varqiradi bari. Nuri qayrilib qaradi. Tarixa chashiri chuvilgan, kiyimlari yirtilgan, qo'rqinchli varqirab ular qarab yugurib kelmoqda. Nurini hadis chin quchoqlab olgan. Sabiha uning bo'yinlariga so'ymoqda. Tarixa yugurib kelib, ularni kuch bilan ittirdi. Ular daryo qarab uchdi. Tövanda daryo mavj urib, to'lg'unib oqmoqda. Ular osmondan daryoga qarab laylab tushmoqda. Sabiha Nuri deb varqirab daryoga tushdi. Egiz oppoq bujg'un ko'tarildi. Sabiha! Nuri cho'chib uyg'ondi. Tursun uning chatirsig'i beshin tiqib uxlayotgan ekan. U Tursunni ittirib qo'yib o'ltirdi. Ha, no'g'ay qizni tushuni ko'rdingmi? Yo'q, Nika. Zodini yolg'on aytmayman degan eding-ku. Ras aka. Eliq Sabiha tushim kirib qoldi. Meni qor bosdi. Sangiz kirmay, hadis kirgani nimasi? U degan yuz Xitoyning ostidan chiqqan buzuq. Men ko'rsam aytib etaman u qanjoqni. Yo'q, Nika, undaq qilma. Ko'nglimga o'xshamamdi. Sangisini ol, o'tib esiladi. Sangisi degan bir paxla, u degan o'g'ri qirishga. Sangis toza to'libdi. Hay, sening bo'lib qolmasa edi, bo'lmasa. Undaq dema, Nika. Ko'zimga yaxshi ko'ringanni qo'ymaydiganim. Sening yuzing bo'lmasa eliq chog'da Hamidlar bilan bizni qo'g'diqini chiqqanda, eliq chedirdi belli yotganda. Nima deysan, qizdan beso'roqmi? Ko'ngli bo'lmasa maylimi? Xotin qaqdan nima ko'ngil? Ko'ngil degan har kishida bo'ladigan narsa. Yo'q, Nika, sen xotin qizlarni tushunmaydi ekansan. U yenida o'ngda yetib, hammaga hukmronlik qilib, hammaga o'zligini degizadigan bu odamga birinchi qatim qarshi gap qildi. Mening xatoma. Sen qancha yil bilan yotdiq? Ko'p bo'lsa 2-3. Men degan sanab boqsam 50 xotin bilan. Gap uningda emas, Nika. Kitobda yozilgani rost deysan-da. Bumi bir tarafı, muhim tarafı sap muhabbatni tushunsan. Sap muhabbat, Chivsilangning balsi xotin bo'lgan qanjoqda sap muhabbat nima qiladi, qapa?
Nuri o'rnidan turib ixtiyorsiz sakrab ketdi. Fariha pok Nuriga butun vujudi bilan berilgan. Lekin Nuri uni o'ylamaydi. Sabiha rost pok emas. Lekin Nurining xayolidan chiqmaydi. Muhabbat degan qanday bir kuch? Sehri kuchmi yoki kalkunda qora kuchmi? Sabiha ilojsiz. Balki uning ruhi pok. Muhabbat inson jismidan sirt bir xil ruhiy kuch bo'lsa kerak. G'anikan buni tushunmaydi-da. Uningga qarshi gap qilishning hojati bormi? Uning qo'polligi bir xil sodda haqiqatni yo'ritadi. Shuning uchun kishiga or kelmaydi. Lekin Sabihani qanjoq deganiga chidamadim. Endi u meni yomon ko'rib qolarmi? O yomon ko'rib qolsa nega boray? Men mo Sovet ittifoqiga qochaymi? U vijildab yuziga o'rlayotgan qarg'a pisand qilmay, dugdib turishgan otlarning yeniga keldi. Qarg'ay ostida bo'rvoy xuddi qatirib qo'ygandek tik turadi. Bo'rvoy! Uningdan sado chiqmadi. Demak, u o'r turib uxlab yotibdi. Ular ot ustida piyoda ketib etib, mushundaq tik turib har xil uxlashlarga ko'nik. 20 kirmagan yigitlar hayotning nurg'un sinoqlariga qatnashib, cho'nglar bilmaganini bildi. Kitoblarda yozilmaganini tushundi. Ularning xotirjam o'qiydigan, ulug' g'oya uchun intiladigan chaqlari edi. Lekin ular chilbörlarcha yashamoqda. Bo'rvoy, men berib uxlab ol. U do'stini silkib tasda uyg'otdi. Shivirg'an ho'limoqda. Qarg'aylar g'araslamoqda. Nimalardir chirqirmoqda. Qora texim qattiq yig'moqda. Go'rsoyi o'z nomini isbotlamoqda. Nuri muzladi. Joyida tinmay sakradi. U yoqdan bu yoqqa mangdi. Qo'llarini og'zi bilan ho'rdidi. Birli kona gimnastorka bilan muzlayotgan badanni isitish uchun qarag'ay shoxlariga esilib tantarbiya qildi. U har qancha qilibmi isimadi. U qarag'ayga yo'linib dugdib o'tirib dadasini esladi. Inillari, opsi, dadasi maylashib turadigan qizil jo'zini cho'ridab o'tirdi. Attiganlik choy ichadigan chog'lar ajab ko'ngillik edi. Qadrdan onasi har bir borisining choy ichishlariga zo'q bilan qarab, shami chaynab o'tiradigan o'lib ketgan enisini opsiga arkilib qayg'ishliq qiladi. Singlisi dadasining tizidan tushmaydi. Baro bilan Dara o'yinga qiziqib, choylarini oldirab ichib, yonchuqlariga bir parchadan non silib, sirtqa yugurishadigan. Onasi Nuriga ko'zini uzmasdan qarab, bolasini hijolat qiladi. U ko'ngillik hayot nalarda qoldi, ha? Boylik, mansab hayotlik uchun zarur bo'lsa-mu, baxtning manbasi emas. Nomrod oilada baxt bo'ladi. Uni million dollar bilanmi setib olg'ili bo'lmaydi. Katta oilada mo baxtsizlik bo'ladi. O'xshashlar uni pul va hukumat kuchi bilan yo'qotqili bo'lmaydi. Baxtning manbasi qalb bir-birini chin dilidan yaxshi ko'radigan jonlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt daryo bo'lib oqadi. Tamalri har xil bir-birini sho't qilish qo'yidagi odamlar bir uyga jam bo'lsa, u uyda baxt tomchisin bo'lmaydi. Baloyi ofat kalkun bo'lib oqadi. Mana bular Nurining turmush to'g'risida qarashlari. Shunga hayot, baxt deganlar ham murakkab, ham oddiy tushuncha. Murakkablikligi erishmakning ta'sligi, o'ng'ayligi, uning ko'nkir tikanligi. U qattiq muzladi, titradi. Xuddi dumbilar muz bo'lib qatgan otlardek. Uning xiyoliga Anvar Musoboyevlarning bog' qo'rosi, yasadaq uylari keldi. Salasun ishidagi chimanlik bog', yosh olma ko'chatlari, gullar, terak yo'pirmoqlarining kun nurida ko'mish tangilardek yaltirashlari, shildirlab eqiyotgan suzuk suv. Go'yo suv o'simliklarga hikoya aytib beryotdi. Mehribon ona quchqadagi umoq baliq aytib beryotgandek. Tabiat cheksiz mehribon ham cheksiz rahimsiz. Toshlar orasida gullarni echildiradi, ham eng nozik narsalarni nobud qiladi. Xuddi Nurining orzularini vaziyat nobud qilgandek. Nima gunoh qilganiga u shuncha xo'rlandi? Xatarlik sanaladi, ha? Dadasi-chu. U
hech ishni xato qilmadi. Uning samimiy sodiq bo'lgani gunohmi? Nurining ulug' g'oyalarini ko'ngliga pukkani jinoyatmi? Jamiyat, davlat, hokimiyat deganlar nemishqa haqiqat va go'zallikni ishlariga o'lcham qilmaydi, ha? Dunyoda bo'layotgan so'qish, qirg'inlarni qo'zg'og'ichilar haqiqat bilan go'zallikni insonlar qalbidan chiqarib tashlab, insoniyat jamiyatini vahshiylikka boshlamoqchi. Shuning uchun hozir dunyo urushi bo'layotdi. Mushturqining o'zida nini g'oyali qalblar kordan chiqyotdi. Ajoyib yaratquchilar o'lyotdi. Nuri, ay, qaytib qolmagansan. G'ani akasining bo'ron bilan elisha oladigan ovozi anglatdi. U qaqaqlab kulib Nurining yeniga keldi. 3 ot o'lsa 1 miltiq kam bo'ladi, jamo Nuri. 1 miltiq kam bo'lsa 100 dushman tirik qoladi. Biz jonni boshlabatdik. Mana qara, Sho'rg'on Shinsay, biz uning dushmanlari. U Nurini chin quchoqlab, insoniy mehr bilan: "Mang, mening o'rnimda birdam yetib ol. Yo'lbosdan o'rni issiq bo'ladi. Mangjugo, otlarga o'zim qarayman. So'g'uq meni agib o'tib ketadi." dedi. Ular atdiganligi yana yo'lni davom qildi. Qora yo'llarni yo'q qilib atgan. Ba'zi yerlarda ot bo'yi qora ko'ltiklari, ba'zi joylar bo'lsa tap-taqir. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi